Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyimizi başlayımız. Leksiyaresi de gadirozi. Washington'dan sözlerimiz. Leksiyimizi başlaştım burun vatandaşlarımdan hep o soraydığını ötkendi. Ben Benazar Buttu depti ben. Aslında Benazar Buttu hanımның dadesi. Zulphar Buttu ikendik. Ben ismini almıştırıp koyaptım ben. Şunu vatandaşlarının ahırkı analiz da tilg'ilingan bu isimlarni öz joyida keltirip anlashini va diqqat qilishni umid qilaman. Bugungi leksiyamizning mavzusi mundaq. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin uzun suhbatlashdi. Mavzuli xabar 7-ayning 8-kuni Yulduzliq Orol gazetida e'lon qilindi va shu kuni Vanvet orbitiga ko'chirildi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump bilan Rossiya Federatsiyasining Prezidenti Vladimir Putin 7-kuni 20 davlat guruhi yig'ini Germaniyaning Hamburg shahrida o'tkazilgan fursatdan foydalanib suhbat o'tkazdi. Ikki tarafning suhbati 2 soatdan oshiq davomlashdi. Prezident Trump Prezident Vladimir Putinning oldiga Rossiyaning Amerikaning saylamiga aralashganlik masalasini qo'yganda Prezident Vladimir Putin inkor qildi va ikki taraf Suriyada urush to'xtatish kelishimi imzolashni o'tirib qo'ydi. Prezident Trump suhbat boshlashdan burun Prezident Vladimir Putin bilan qo'l elishib ko'rishdi. Keyin Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishganligidan sharaf his qiladiganligini aytdi. Prezident Vladimir Putin Prezident Trumpga mundaq dedi. Prezident Trump bilan suhbat o'tkazganimga intayin xushalman. Suhbat jarayonida muxbirning Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin suhbat o'tkazayotgan so'ringa kirishiga ruxsat qilindi. Prezident Vladimir Putinning yanında o'ltirgan Prezident Trump muxbirga mundaq dedi. Mening Prezident Vladimir Putin bilan intayin yaxshi suhbatlashdim. Hem Amerika-Rossiya munosabati ijobiy taraqqiyotlarning o'ttirg'i chiqishini umid qilaman. Rossiya-Amerika munosabatida ijobiy taraqqiyotlarning o'ttirg'i chiqishini umid qilaman. Prezident Vladimir Putin tarjiman orqali mundaq ko'rsatdi. Gerçi biz telefonda so'zlashgan bo'lsak-mu, suhbatimiz yetarli bo'lmagan edi. Bu qatimqi suhbatimiz ikki tarafli suhbat bo'ldi dedi. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin 2 soat 16 minut suhbatlashdi. Aslida suhbat 35 minut planlangan edi. Aralıqda Prezident Trump'ның yardımcısı birinci xanım Melaniyani suhbat maydoniga elib kirib, suhbatni oxirlashtirishni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin Prezident Trump Prezident Vladimir Putin bilan yana 1 soat ortiq so'zlashdi. Bu qatimqi suhbat qatnashganlar jami 6 nafar kishi. Prezident Trump va Prezident Vladimir Putindan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Rakes Tillerson va Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Raulov ham ikki tarafning 2 nafar tarjimoni. Davlat ishlar katibi Rakes Tillerson mundaq ko'rsatdi. Ikki davlat rahbarlari nihoyat tez tonish kishilardan bo'lib qoldi. Ularning o'rtasida nihoyat ro'shan va aktiv ximiyalik inkas qaytarish yuz berdi. Dobi axborotning ko'rsatishida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Rakes Tillerson mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin barliq muhokama temallarini ustiga qo'ydi. Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar ministri Raulov Prezident Vladimir Putin Prezident Trumpga saylam aralashmaganligi to'g'risida kafolat berdi. Prezident Trump shunday so'zni qabul qildi. Prezident Trump, ya'ni Prezident Vladimir Putinning aralashdi degan so'zning asosi yo'qligini aytganda Rossiya hukumati saylamga aralashmadi degan so'zni anglaganda Prezident Trump bu so'zni qabul qildi. Amerika Davlat ishlar katibi Rakes Tillerson ikki davlat prezidentlari asosliq nuqtani saylamga aralashdi bilan so'zni bir tarafga qo'yib etib, kelgusiga yuzini ustiga qo'ydi. U mundaq dedi. Suhbat ma'lum nuqtaga kelganda Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin birdak mundaq hisobladi. Rossiya Amerikaning saylamiga aralashdi degan talash-tartish ikki davlat munosabatini yaxshilashga to'sqinlik paydo qildi. Rossiya matbuotlari Sputnik xabar qilib mundaq ko'rsatdi.
İki devlet rehberleri Ukrayna, Suriye münasebetine ve zoravallık karıştırış, torbet, bexatarlik qatarlıq meselelerini muhakeme kıldı. Amerika Birleşme Agentliği haber kılıp mındaq ko'rsat. Söhbet ahırlaşkandan keyin Amerika ve Rusya mındaq çıkardı. İki devlet İordaniya ve Suriye'nin G'arbi Janubi rayonlarida urush to'xtatish to'g'risida kelishimga keldi. Bu hem Prezident Trump vazife o'ltirgandan beriki Suriye urushini ahırlashtirish to'g'risida ko'rsatgan tunji tirishchanlik bo'lib hisoblanadi.